Salla yo'gash haqida. Savol. Assalomu alaykum. O'zlaridan so'raydiganimiz salla haqida. Bu masala yurtimizdagi peshqadam ulamolar bilan yosh ulamolar o'rtasida ziddiyat paydo qilmoqda. Peshqadam ulamolarimiz salla sunnatdir, salla bilan o'qigan namoz sallasiz o'qigan namozdan 27 daraja ortiq deydi. Yosh ulamolarning deyishicha salla to'g'riliq 72 hadis bor. Hech qaysi sahih emas. Salla degan arabning kiyimi. Chunki payg'ambarimiz davrida hamma kishining sallasi bor edi. Bu salla payg'ambarimiz Ibrohim alayhisolamning sunnati bo'lg'achqa, payg'ambarimiz davridagi arab mushriklarining sallasi bor edi. Shuning uchun salla bilan o'qigan namoz sallasiz o'qigan namozdan 27 daraja ortiq degan hadis hargizmi sahih emas deydi. Zodi sunnatmi emasmi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Bir haqiqat shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salli yo'gigan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning salli yo'giganligi sahih hadislar bilan isbotlangandir. Masalan, Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat olib, peshining oldi tarafi bilan sallasiga va kashiga masih qilgan. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka fath qilingan kuni beshida qora salla bar holatda kirgan. Amir ibn Hurays radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xaloyiqqa qora salla yo'gigan holatda xutba so'zlagan. Yana bir rivoyatda Amir ibn Hurays radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning beshida qora salla, sallasining ikki uchini ikki tog'iqining o'ttiriga tashlab, munbarda turganligi hozirmi ko'z oldimda degan. Bir uchini deb rivoyat kelgan. Ubaydullah Nafi'dan u Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salli yo'gisa sallasining uchini ikki tog'iqqa o'ttiriga tashlab qo'yadi. Nafi deydi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma sallasining uchini ikki tog'iqqa o'ttiriga tashlab qo'yadi. Ubaydullah dedi: Al-Qosim bilan salimlarning shunda qilganligini ko'rganman. Sahoba kiramlarning salli yo'giganligi isbotlangan. Masalan, Ibn Umar radhiyallohu anhumaning beshiga yo'gaydigan sallasi bor edi. Hasan Basri sahobalar issiqning dastidan ikki qo'lini yangdan chiqarmay salla va do'ppiga o'xshash narsalarga sajda qiladi degan. Yana bir haqiqat shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizning ulgumizdir. Janobi Alloh bizga uni ulgu qilib bergan. Uningga ergishishga buyurib, sizlarga Rasululloh yaxshi ulgudir. Aytqinki, agar sizlar Allohni so'yadigan bo'lsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni so'ygay degan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning salli yo'giganligi isbotlangan bo'lsa-mu, bu bizdan talab qilingan ergishish doirasiga kiradigan ishmi yoki ergishish doirasiga kirmaydigan odat xarakterlik ish harakatmi? Buningda olimlar ikki xil qarashda bo'lgan. Bir qism olimlar salli sunnat emas, mubah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni arablarning odati bo'yicha yo'gigan deb qaraydi. Bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ish harakatlarini 3 qismga ayirgan. Birinchi, insoniy tabiat va odat bilan qilgan ish harakatlar. Ikkinchi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xos ish harakatlar. Uchinchi, ibodat jihatdan qilgan ishlar. Buningga asosan kiyim-kechak masalalari va shuningga o'xshagan masalalar kofirlarga xos kiyim bo'lmasa, ibodat doirasiga kirmaydi. Navoda salla Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'giganlik uchun sunnat bo'lgan bo'lsa, izar bilan rido kiyishmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kiyganlik uchun sunnat bo'lgan bo'ladi. Yana ba'zi olimlar salli yo'gash sunnat ish hisoblanadi. Shunga kimki salli yo'gab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashadigan savobga erishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashish, uni ulgu qilish asli qoida bo'lib, ergashishga ulgu qilishga bo'lmaydiganiga biror dalil isbotlanmaguncha bu asli qoidadan chiqib ketgili bo'lmaydi deb qaraydi. Bu masalaga munosabatlik bir qancha nuqtani aniq bilib olishimiz lozim. Birinchi, yuqorida isbotlaganimizdek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'gigan. Ikkinchi, salli yo'gashning fazilati to'g'risida rivoyat qilingan ba'zi hadislar yolg'on yoki bakla zaif. Masalan, salla bilan o'qilgan namoz 25 namozga barobar keladi. Salla bilan o'qilgan juma 70 jumaga barobar keladi. Salla bilan o'qilgan namozga 10 ming savob bor degandek. Yana salla bilan o'qilgan 2 rakat sallasiz 70 rakatdan afzal. Yana ba'zi hadislar sal zaif yoki hasan. Masalan, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan uzun bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu ni bir qo'shinga qo'mondan qilib tayinlaganda, Abdurrahman yo'gigan sallasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam cho'vitib, o'z qo'li bilan yo'gab qo'ygan. Orqaga 4 barmoq yoki shunchalik uzunlikda tashlab qo'ygan. Andin ey Avfning o'g'li, mana mushundoq salli yo'gigin. Bu texmi tonishliq ham chiroyli degan.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu texmi chiroyliq degan so'zidan afzallik, mustahablik chiqadi deb qaralgan. 3. Muhaddislarning sunnatga bergan ta'rifiga qaraydigan bo'lsak, salli yo'gash ularning aniqlamasi bo'yicha sunnat doirasiga kiradi. 4. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ish harakatlarini odat xarakterlik sunnatlar, ibodat xarakterlik sunnatlar deb ayirish usul olimlar orasida bor aqliy izdinish bo'lib, bu hamma olimlar tomonidan ittifoqqa kelgan usul emas. 5. Salli yo'gashni asosan dunyoning har qaysi joylaridagi ahli ilmlar, fazilatlik, diyonatli kishilar qilib kelgan ish bo'lib, Misr, Sham, Iroq, Turkiya, Afrika, Hindiston va bizning diyorimizdami, butun O'rta Osiyodami olimlar salli yo'gab kelmoqda. Saudiya Arabistondami tax yaqinga qadar olimlar salli yo'gaydi. Hozir sallining o'rniga ro'mol umumlashib qoldi. 6. Badr g'azotinin vaqaligida Haq Taala aytadi: Agar savr qilsanglar, Allohdan qo'rqib uning amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda, Parvardigoringlar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam beradi. Ali Imron surasi 125-oyat. Bu oyatdagi nishonliq farishta degan so'zning tafsirida salli yo'gigan holda deb kelgan bo'lib, salli rangi haqida o'xshamagan rivoyatlar bor. Ba'zilar oq, ba'zilar sariq, ba'zilar qora, yana ba'zilar qizil degan. 7. Salli yo'gashni sunnat, mustahab deb qaraganlarga mustahab yoki sunnat emas, odat deb qaraganlar e'tiroz bildirsa bo'lmaydi. Chunki kishi o'z qarashini boshqalarga tangsa bo'lmaydi. Kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ulgi qilaman deb salli yo'gasa savobga erishadi. Sahoba kiramlar kiyim-kechakda emas, yemak-ichmakdami Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ulgi qilishadi. Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha rivoyat qilib deydi-ki, u Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini anglagan. Bir tikuvchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zi tayyorlagan tamoqqa taklif qilgan edi. Menmo Rasululloh bilan bordim. Men Rasulullohning talangining atrofidan qapoqni izlayotganligini ko'rib, shu kunidan tortib qapoqni yaxshi ko'rib kelyapman. Hafiz ibn Hajar aytadi: Bu hadisda yemak-ichmakda va yoki boshqa ishlarda bo'lsin, ahli xayriga o'xshash bo'lishga tirishishga va ularga agishishga hirisman bo'lish bor. Bu hadisda yana inson tabiatiga munosabatli ishlardami Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ish izlarini bo'ylab manganlik uchun Hazrati Anasning alohida fazilati ko'rinib turdi. U ashundaq oddiy ishlardami Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga agishishga tirishadi. Alloh undan rozi bo'lsin. Shundaqla salli yo'gashni sunnat yoki mustahab emas deb qaraganlarga mustahab yoki sunnat deb qaraganlar e'tiroz bildirsa bo'lmaydi. Chunki bu olimlar o'rtasida ko'z qarash o'xshash bo'lmagan masala. 8. Dinimiz kiyim-kechak taqi-turqida kofirlardan alohida farqli kiyinishni tashabbus qiladi. Salli yo'gigan ahvolda farqlanish bo'ladi. 9. Imom Ibnul Qayyim rahmatullohi alayh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kiyim-kechaklari ustida to'xtalib deydi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahab deydigan sallisi bor edi. Buni Hazrati Aliga kiydirib qo'ygan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni kiyatdi. Uning ostiga do'ppa yoki to'maqdak bosh kiyim kiyatdi. Sallisiz do'ppa yoki to'maqdak bosh kiyimini kiyatdi. Bosh kiyimsiz sallimi yo'gaydi. Salli yo'gasa uchini ikki tag'iqining o'ttiriga tashlab qo'yatdi. Muslim sahihida Amir ibn Hurays radhiyallohu anhu men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning beshida qora sallasining ikki uchini ikki tag'iqining o'ttiriga tashlab munbarda turganligini ko'rgan degan. Yana Sahihul Muslimda kelishicha Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka fath qilingan kuni beshida qora salla bir holatda kirgan. Jabir radhiyallohu anhu ning hadisida sallaning uchini tilga olmagan. Bu sallaning uchini ikki tag'iqining o'ttiriga davomli tashlab qo'ymaydiganligini bildirdi. Xulosa, sallini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga agishish, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ulgi qilish maqsadida yo'gisa savob beriladigan mustahab ish. Yo'gimiz gunoh bo'lmaydi. Sallining sifatlari haqida kelgan sahih hadislarga qaraganimizda sallini butunlay yo'q chiqarib o'tishga bo'lmaydiganligini ko'ramiz. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 191-numurliq fatvo.